Assalomu alaykum hammaga. Kattarish qog'ozlari. Xullas akalar, mana shu kattalar sotiladi hammasi. Bir 6 dona bolaga kelgan omonatlarimiz bor. Mana shular olib qolinadi. Qolganlari hammasi sotiladi. O'yinchi 3 qurlar yig'ilgan. Ichida $50, $100 olinganlari ham bor. Aksiyani bombasini qilib beramiz bitta. Shuning uchun bir 6 ta 7 tasini olib qolamiz xolos. Mana shu uyasi bilan birgalikda 40 tadan ortiq kaptari bor. $500 berganga sotamiz. Ishqovoziga. Mana katta uya ham jaddachkan emas. Oyog'ida g'ildiraklari bor. Surma katek. Uyasi ham bejirim, normalniy. Oyog'ida g'ildiraklari bor, ko'chma katek. Mana shu valer. Ishqibozlar bo'lsa mana oq qora ko'z uskilar, toza oq ko'z anjollar, zo'rlari yig'ilgan. 6 ta 7 tasi olib qolinadi, bolaga kelgan chunki egalariga omonat qaytarib yuboramiz. Bizga omonat bilan. Ishqibozlar bo'lsa mana $500 berganga mana shu kaptarlar. Oxlovchiga mana uyasi bilan. Ishqibozi bo'lsa mabodo aloqaga chiqaverasizlar. Uyasi ham konkretniy maler qilib qo'yganmiz. Ko'chma uya. G'ildiragi bilan. Kimga qiziq bo'lsa